jarayonida aile deydi. Şuna mı oldu? Hemimiz aile adamları. Aile adamları. Bir aile diyenler balı oldu. Ayağı oldu. Öyle oldu. Şuna mı? Sen ettiğinden geçtikten işler gelip 8 saat. İşte yenip gelip yani kitap yazımında geçici otasan kanal oldu. Öyle yapıyorlar. Yani şembiye şembiye kitap yazımında Panera Brand gelip otasan kanal oldu. Uyanına taşıydı. Öyle yapıyorlar. Demek bana muşunu kollanan muhabbettir. Ayağı. Ahir yazıldı, bitti. 12 tom bitti. Bana destekli nasıl görünüşü, bir kanca layısı var. Bunu Murat Fırmız yazıdı. Ama Xitay'ın aktaşlık kitabı bu mu? Başkası tam bana iki Mahmut'udur biriyle. Bunun olan bu, bunun olan o. Hem de Oktağanlar, Uygurlar, cemaat, bunun akıstımağın bu, bunun akıstımağın bu. Demek, bunun akıstımağından olsa Nebican'ı kollaş gerek. Bu kitabını dünyaya çıkarış gerek. Şu iş kaldı. Kadar mendin, güç mendin, hem münası mendin hem de kağını halkımızın. Çünkü bu kitap Kottağan Uygur halkının kitabı, benim kitabım demez. Bu kitabını yazıştığı sebep, maksat, plan şu. Bizimki bu ikinci tomi asasında kategori bizim otur eserler, ictimai felsefi tefekkür şu an ideal kısımları asasında şunu verişlangan. İkinciden kadimki devlet Turpan Yiğit Kutluğu onun oldu 7. 8. asır 12. asırgacha bo'lgan mablaghda ijtimoiy siyosiy falsafiy tefekkürler Uygurlar devlet hukumları şu. Üçüncü tomi hem de bu bunun ikinci tom buluşken. Üçüncü tomi 18. 19. asır Kucha devrideki qo'zg'olonlar 19. asırdaki Manjur imperiyasi qarshi şu anda Qashqaryo devletinin qurilishlarga oid İl Taranç sultanlığı ve başka handallıkların kuruluşu, Rus imperiyasının arılışı, Şark Türkistan, Rusların Orta Asya'nın işgalılışı, Şark kemeyişi, biyadık tokunuşlar umumen Uygurların şu devredeki siyasi hayatı, şu kartlığa. Dördüncü tom. Yani bu dördüncü tom 19. asırın en ahırkı basmışıdır. Yani Birinci Dünya Uğraşıgıcı olan kısmı. Yani 1914 yılgacha bo'lgan araliqdagi 1880 yildan 90 yil bo'lgan shu 30 yillar oralig'idagi bizning to'qinishlar davrimiz Uyg'urlarning umuman Manjur imperiyasini yıkılışından keyin Uyg'urlar, Ruslarning bu joyga bo'lgan ta'siri, Uyg'urlardagi shu vaqtda jadidchilik ideyasi, Uyg'urlardagi intilish, qaytadan tirilish harakati shu. Ama 5. tomi bu 14. yıldan 1930 yılgacha bo'lgan qismi. Bunun da şu 14. 16. 20. Yanzımışın devri şu vaqtda bizdeki ideologiyalik uyg'unish, Uyg'ur hareketi, Uyg'ur milliy ideologiyasi, Orta Asya'daki ta'sirlar, Buxara, Qo'qon xalqlarining yemirishi, bu Xorazm Cumhuriyeti, Buxara Cumhuriyetleri şu vaqtdagi jadidizm, umumiy harakatlar birlikda yuqorilib ketgan bu. Sharq Turkistondagi bu siyosiy o'zgarishlar, Xitaylarninki mustabidlik nadan qoldiruvchi siyosati ammo Uyg'urlarniki Uyg'uriston ideologiyasi shu vaqt Uyg'ur milliy qutulish harakatlari shunday nurg'un mazmunlar. 6. tomi bu birinchi Sharq Turkiston Cumhuriyeti devri. Yani şu 30. yıldan tartib 33 bo'lgan inqilob, 33 Cumhuriyet hamda Şangsen Sovetlarning kontrolliga himoyasidan Sharq Turkistonni kontrol qilgan umumiy siyosiy hayot Sharq Turkiston birinchi Cumhuriyetining taqdiri, bunun ta'siri yuzini shular bayon qilindi. Bu 7. ma'qul yozuvchi Uyg'urcha o'zgartirib qo'yganmiz esa. Ben ko'pincha latincha yozib yozmayman. Bu referanslarni kirgizish qulaylik uchun aytdim. Keyin uni o'zgartiramiz. Bu hamda bu Uyg'ur umum tarixining ichidagi
7. tomu endi Sharq Turkiston Cumhuriyeti umumiy tarixi qismi. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti umumiy tarixi qismi, o 2. Sharq Turkiston Cumhuriyeti, 1. Cumhuriyet ayrım. Bu 104 tom. Ma Sharq Turkiston Cumhuriyeti 44-49 kişi bo'lgan, o 4 tom. Onun birinci kısmı bu uruş devri, azatlık teşkilatı, 45-yili, birinci aygıcı bo'lgan, 43 yılın ahırısından 44'ten 45 yıl birinci aygıcı bo'lgan kısmı bu 900'lerle etrafında yoğurtuldu. Yani tahminen 4 aylık vakti. Şu vakti hareketler, kurtuluş, uruşlar, hemimizi Xitayların Sharq Turkiston'da yok düşüşünü edip bağlan kuraldık. Hücumları, müdahaleleri, bunun Sharq Turkiston Cumhuriyeti'nin destekli siyasetleri, bu mesele, bundan nurgun kolamda Sovyet'in keyin baş olan Rus arxiv dokumentleri var, nurgun dokumentlerini bunun için kırgızdık. Şu bu içe mesela nurgun nesler var, kısa da koysam, bizimki Oruslar hazır keyin vakıma Xitay'ın hedef kuşağı, bunun hemen Oruslar Xitay'ın, Ruslar Xitay'ın bolsa Xitay'ın yenemeydi, kılanmaydı, da iş yok. Bunun hemen nesli bir-birle Sharq Turkiston halkının qandaq o'zi kurash qilib hokimiyatni qo'lga olganligi, qandaq Xitoylarni qo'llab chiqarganligi bayon qilindi. Dokumentlar bilan Xitoyni qo'llab emas, dokument faktlar bilan. 8. tomudan bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti'nin umumiy tarixinin, yani ya bu Uyg'ur umumiy tarixininki 8. tomu. Yani bunun 2. kısmı Sharq Turkiston Cumhuriyeti. Bu endi 1945-yili şu 9. aydan 46-yili 6. aygıcı bo'lgan aralıktaki Janubiy Sharq Turkiston inqilobi deymiz, Janub qo'rg'onlik kurashlar. Keyingi vaqtlarda 3 Julayt inqilobi deb bu inqilobni Xitoy tarixchilari keyin bizning bir qism Uyg'urlar bilan moslashib qo'ygan. Bu ili cho'chak 6 oy deb 3 viloyatga bog'lab olgan. Bu Sharq Turkiston inqilobi, u Uyg'ur milliy ozodlik inqilobi. U butun Sharq Turkiston viloyat ili cho'chakning inqilobi emas. Bu inqilab Janubda Qashqar, Pamir tog'laridan tortib, Pamirdagi inqilob değil, bular keyingi vaqtlarda Toshqo'rg'on inqilobi deb ichki bir nufusi 10 mingga yetmaydigan tojik xalqining inqilobi qilib ko'rsatib qo'ygancha, bunday emas. Bu inqilob Janubiy Sharq Turkiston inqilobi deb atalgan shu vaqtda. G'uljilik Sharq Turkiston Cumhuriyeti matbuoti inqilobning ismini shunday atagan. Şu inqilab butun Qashqargacha yetib kelgan, shimolda bu Oqsuv tushgan qo'shindan boshqa Qashqarga yaqin o'sha rayonlarda butun yezib qishloqlar ozod bo'lgan. Bu taki 46-yil 6 aygacha urushgan bu oxirida. Buni hammasi Stalinning siyosati bo'yicha bo'lib o'xshash eng oxirida qurbon qilinganlar o'sha Janubdagi hamma Xitoylar keyin 40 tashlab berishdi. Qurol tashlagan bitim emas. Shuning uchun bo'lgan bu suhbatlar ma'noda bayon qilindi. Bu G'ulji bilan Gomindan orasida tinchlik so'hbati jarayoni, talashlar, nurg'un dokumentlarni ko'rsatdik, arxiv ashimlar. Endi bu 9. tomu Sharq Turkiston Cumhuriyetining bu siyosiy kurash taqdiri. Ya'ni bu 47-yilda bitim bo'lib, 46-yilda Ahmadjon Qosimov G'uljida Urumchiga kelib, birlashma hukumat qurgandan keyin 10 oylik birlashma hukumat jarayonida butun Sharq Turkistondagi o'chaqdagi urushni Ahmadjon Qosimov degan, biz hozir istiqtaksiz urush qilamiz degancha. Hazır bizning istiqtaksiz urush qilgan davri. Bu siyosiy kurash davri. Xitoy bilan Jo'zida, Tangmita, Saylam, bu bunday davri. Anadan keyin G'ulji qaytgandan keyin 48-49 kishi bo'lgan jarayonlar ularning kurashlari 49-yilda Xitoy kommunistlarining Sharq Turkistonni ishg'ol qilishi bo'lgan jarayonlar, buning Sovetlarning oxirlashi. 10. tomi bu maxsus Sharq Turkiston Cumhuriyetining davlatchilik harbiy siyosiy ijtimoiy qurilmasi. Bu Sharq Turkiston Cumhuriyeti 44-49 kishi qandaq davlat bo'lgan? Bu davlatning butun apparati, qurilmasi, harbiy qurilmasi, siyosiy qurilmasi, ijtimoiy qurilmasi, madaniyat qurilmasi, nashriyat, matbuot, ma'rif siyosati, hammasi u bir o'zi davlat uchun. Bu viloyat inqilobi emas. Bir ish kadamning yig'ilib G'uljida o'rtaga ishlagan bu bir davlat. Bizning davlatimizning 49-yili bu shundaq bir davlatning o'zining bayrog'i bor. Bayrog'ni 49-yilda 12-oyga kelgancha olib tashladi. Şu vaqtda shuni yo'qotdi. Bizni 49-yil besib oldi. Mana bu davlatni shundan keyin yo'qotdi. Bu bizning Sharq Turkiston davlatchiligi, Sharq Turkiston Cumhuriyeti davlatchiligi. Bu bir tek ma'noda bu bir monografiyalik amgiyat, tadqiqot xarakteri uchun. 11. tom endi Markaziy Yevropa Uyg'ur umumiy tarixida atab turdik. Bu 50-yildan 2000-yilgacha bo'lgan siyosiy kurashlar, 51-yillar, yerli millatchi bu yani şu devredeki bütün kurashlar, Sovetlarning yiqilishigacha ko'pincha 90 yillardagi 80 yillik voqealarni bilishlar o'rtagan.
Hem 12. tomi bu kitapninki. 12. tomi bu kitapninki bu Rus Sovet maxfiy arxivlar ve şartnamalarda Uyghur kısmetleri de ataptırdık. 12. tom. Bu nime? Bunun da benim kolamda yığılgan bütün Ruslarning Stalinning siyasi byurosining maxfiy qarorlari. Keyingi vaqtlarda pash bo'lgan, yığılgan ve üzem toplagan 120 parça demiş kerak. Shunchalik dokumentlarning hammasi, maxfiy dokumentlarning hammasi Uyg'urcha tarjimasi. Dokumentlarni Uyg'urcha tarjima qilib chiqdim. Anda uning izohatlari. Shu anda bir qism Ruslarning shartnomalari, ili shartnomasi deymiz. Aşağı şartnamalarni ben bularni bevosita Ruscha o'zidan, hali Xitoylar qilgandan ya boshqasidan emas, asli originaldan bevosita Uyg'urchaga tarjima qilib chiqqan bu bir material. Shu orqali o'qirmanlar bu orqali shu o'zining nima bo'lganligini maxfiy dokumentlardan ko'radi. Bu jami bu 12 tom İngilizce. Ya qo'shimcha bu 12 tom katta Uyg'ur umumiy tarixi meniki bu qator nashr qilmoqchi bo'lgan. Mana bu meniki İngiliz yazgan kitap. Bu 450 betlik Uyghur Nationalism, Uyghur History in Eurasian Crossroads degan temadagi 450 betlik İngiliz kitap. Bu Uyghur tariximiz, bütün to'qinish, ideologiyalik, millatchilik ve başka ve nurg'un meseleler bu yetkazgan tushunsiz azroq. Bu yozilgan cho'ng mazmun 18 chapdan 18 bobdan tuzilgan İngiliz kitap. Bu ağırlıkta sırf yazılgan İngilizce kitap özellikle. Bunu hem İngiliz yaxşı bir tahrirler, yaxşı kılıp Amerika'da İngiliz dilinde çıkarsa. Bunun da Xitay ideologiyaları, tarihçilik ideologiyaları, Uyghur tarihinin durumlaş ve başka nurg'unlagan meseleler bildirilgan rehberler. Bu yeni bir parça kitabım. Bu 12'den sırf Uyghur O'rta Osiyo tarihi nuqtai nazaridan to'qinish Sovet Xitoy raqobatlarida bu Sovet ittifoqi Xitoyning 60-30 yıllık düşmanlık devrinde, rekabet devrinde Uyghur tarihi, Orta Asya tarihini qanday faydalandı bu iki düşman güç birbirine. Diğer noktada şunu birbirine kösleyen ayrım bir monografiyelik tartışıyor. Şuna okşaş, hem umumen şunda bir kısım eserler bu başka, ama o işkiton tarihinin başka, aşı mezmunlar şu. Hem bundan çıkarmakçı oğlumuz, aşı o işkitonun içindeki aldığından kadimden emez. Dal şu Şarq Türkistan Cumhuriyeti 44-49 kişi olan 4 tomni aldığı işkiton, arkadan ma'lum vaqt o'tgandan keyin yana ishkitonlikni 4 tomni aldıdan ko'pchilik xalqimizga bir taqdim qilib o'tib, arkadan andan birinchi Şarq Türkistan Cumhuriyeti o chiqadi, arkadan andan 10-20 yillar chiqib, uni tugatib o'tib, arkadan andan 19-10 andan qadimga mandat qildi. Yuqoridan tövanga mandat tushib, oxirida hammani tugatib qo'ymoqchi. Bular shu. Hammaga rahmat.